Nima sababdan yosh bolani qarovsiz qoldirib bo'lmaydi? Tabiiyki buni asosiy sababi yosh bola o'ziga jabr yetkazishi mumkin. Endi tug'ilgan chaqaloq o'z qo'llarini to'g'ri boshqarishni bilmay, yuzini tirnab qo'yishi mumkin bo'lsa, yurishni boshlagan chaqaloq bo'lsa, qo'rqinchli oqibatlarga olib keluvchi harakatlar qilish ehtimoli bor. Barmoqlarni rozetkaga tiqib ko'rishi, javonni ustiga tushirib yuborishi yoki yana juda ko'p qo'rqinchli ishlarga qodir. Biz bu yerda tashqi muhit go'dak uchun xavf deb qabul qilamiz, ammo bu muhit uning dushmani emas. Rozetka insoniyatning eng buyuk kashfiyotlaridan birining davomi, to'g'rimi? Demak, bu yerda chaqaloq o'zi uchun o'zi dushman, hattoki u buni o'zi bilmasa ham. Chaqaloq vaqt o'tishi bilan ulg'ayadi. Og'riq nimaligini tushunadi. Issiqni ushlasa kuyishini biladi. Sovuqni anglaydi. Ya'ni tashqi muhit qanday ekanligini sekin-asta tushunib boradi. Lekin chaqaloq katta bo'lgan sari uni o'rab turgan xavflar ham shaklini o'zgartiradi xolos. Masalan, o'smirlik davrida noto'g'ri odamlar bilan do'stlashish qanchadan-qancha odamlari hayotini buzib yuborgan. Bu to'g'ridan-to'g'ri jismoniy xavf bo'lmasa ham, bu ham xavfning bir turi. Ulg'ayishning cho'qqisiga chiqqan inson deb kim ayta olamiz? Bu albatta ongli hayot tarzini tanlagan inson. Ongsiz qaror qabul qilgan inson bilan mavzuyimiz boshida gaplashgan chaqaloqqa deyarli farqi yo'q. Avvaliga bu oddiy xavflarni ko'ra olmaslik bo'lsa, keyinchalik tushunish qiyinroq bo'lgan xavflar paydo bo'ladi. Shu o'rinda tashqi muhit bizga xavf tug'dirsa ham, u hali bizning dushmanimiz emas. Yagona dushman bu o'zimiz. Ongli hayot kechiradigan inson bo'lsa, birinchi navbatda o'zini o'zidan qutqarishga harakat qiladi. Keling buni bir misol bilan tushuntiraman. Aytaylik, siz shakar rad etdingiz va bugundan boshlab keyingi 30 kun ichida shirinlik iste'mol qilmaslikka qaror qildingiz. Qaror qabul qilganingizda ishtiyoq va ishonch juda ham yuqori bo'ladi. Lekin bir necha kun o'tgach, qaysidir kuni tushlikdan keyin kayfiyatingiz yo'q. Eng muhimi o'sha qarorni qabul qilgan kundagi ishtiyoq ham yo'q. Shu payt oshxonani qaysidir joyida shirinlik ko'rib qolasiz. Kayfiyat yo'q, ishtiyoq ham yo'q. Shakar rad etish qaroringizni nima uchun qabul qilganligingiz o'sha damda siz uchun muhim emas. Nima qilasiz? Yuqori ehtimollik bilan bu holatda orqa oldingizga qaramasdan o'sha shirinlik yeb qo'yasiz. Natijada strategik xato qildingiz va o'zingizni o'zingizdan qutqara olmadingiz. Strategik xato shundaki, o'zingizga o'zingiz dushman bo'lishingiz mumkinligini bila turib, 30 kun ichida bir kun ishtiyoq pasayishini oldindan bilgan holda uyingizda shirinlik qoldirganingiz. Bu katta xato edi. Siz inson tabiatini bilgan holda o'zingizga xiyonat qilishingizga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan barcha xavfni oldini olishingiz kerak edi. Masalan, chekish ijtimoiy aloqalardan kelib chiqadigan odat. Siz hech qachon atrofida chekuvchi bo'lmagan inson o'zidan o'zi chekishni boshlaganini ko'rmaysiz. Bu 100%. Qanaqadir istisno bo'lsa, u odam ruhiy kasal bo'lishi mumkin. Normal odam hech qachon o'zidan o'zi hech kimni ta'sirisiz chekishni boshlamaydi. Endi chekuvchi chekishni tashladi deylik. Ya'ni inson tabiatiga qaytib kelamiz. Chekishni tashlagan inson o'zi zo'rg'a chidab yuribdi va uni chekadigan o'rtoqlari choyxonaga chaqirdi. U choyxonaga bordi. Yengil, qulay atmosfera, hamma yaxshi, yoqimli suhbat quryapti va shu joyda ichidan bitta sigaret chiqaryapti-da, o'sha chekish tashlagan insonga sigaret taklif qilyapti. Nechta odam bu taklifni rad qila oladi? Juda kamchilik. Yana o'sha gap. Dushman bu yerda u do'stingiz emas. Dushman bu yerda o'sha insonning o'zi. Chunki u bu vaziyatga o'zini o'zi olib keldi. Choyxonada kimdir unga sigaret taklif qilishini u bilardi va buni bila turib, o'zini tabiati bilan o'ynashdi. Oqibatda u mag'lubiyatga uchradi. Va bu degani chekadigan odamlar bilan gaplashmanglar degani emas. Bu shunchaki misol. Afsuski yoshligimizda muhit tanlay olmaymiz. Ammo oqibatiga baribir mas'uliyat olishimiz kerak edi va buni ustida ishlashimiz kerak. Lekin birovlarga tanqidiy nazar bilan qaramanglar. O'zingizlarga qaranglar, lekin birovlarga emas. Nafaqat bu misolda, balki boshqa juda ham ko'p misollarda ham. Xullas, to'xtagan joyimiz. Inson katta bo'lgan taqdirda ham, ongli bo'lgan taqdirda ham o'zini asosiy dushmani bo'lib qolaveradi. Shakardan voz kechish, sigaret faqatgina bu bir misollar edi. Ammo hayotda bunaqa holatlar son sanoqsiz. Iroda kuchi qani deyishingiz mumkin. Iroda hech qayerga ketmadi. Oldin ham kerak edi, hozir ham kerak. Bugun gaplashganlarimiz bu strategiya. Odamlar ko'pincha ko'proq iroda kuchi kerak deyishadi va ular haq. Ammo faqat unga tayanish xato. Biz mashina emasmiz. Charchaydigan, shubhalanadigan, his-tuyg'ularga beriladigan tirik odamlarmiz. Ongli hayot nafaqat iroda, balki himoya mexanizmini talab qiladi. Iroda kuchi bu yoqilg'i. Mexanizmlar bo'lsa, yo'lni yo'qotmaslik uchun xaritadir. Va bu o'z tabiatimizni tushunishga harakat qilar ekanmiz, o'zingizga 3-shaxs nuqtai nazaridan qarab ko'ring. Tasavvur qiling, siz o'zingizni film qahramoni sifatida ko'ryapsiz. U telefonga qo'l cho'zdi. Ish o'rniga o'yin o'ynayapti. Odamlar bilan noto'g'ri gaplashdi. O'ziga voz kechishga va'da bergan harakatlarni qaytardi. O'ziga bunday qarash harakatlarni his-tuyg'ularsiz tahlil qilishga yordam beradi. Nega u buni qildi? Nimaga undadi? Balki u charchagan yoki tayyor emas edi.
Buni qarash odatlarning naqshlarini sezish va zaif daqiqalarni oldindan bilishni o'rgatadi. Ushbu video Maqsad klub yopiq hamjamiyatidan olingan. U yerda biz bu kabi zamonaviy insonga muhim bo'ladigan ko'plab mavzularni tahlil qilamiz. Tanish bilish bu kapital. O'z-o'zidan kelib qolmaydi. Pul o'z-o'zidan kelib qolmaydi-ku, bu ham xuddi shunaqa. Moliyaviy kapital tiyinma-tiyin ishlab topilsa, tanish bilish ham bitta-bitta kontaktlarni yig'ib topiladi. Qadriyat va prinsiplarni tushunib yetib, biz bugungi ko'nikmamizga yetib kelamiz. Bu shaxsiy standart. Qadriyatlar umumiy biz ishonadigan ideallar, g'oyalar bo'lsa, prinsiplar o'sha ideallarga asoslangan hayotiy harakatlar modeli. Va bundan tashqari boshqa bir nechta yo'nalishlarda rivojlanamiz. Xolmanglar, maqsadchilar qalaysizlar. Bir oy o'tdi, mana yana qayta ko'rishyapmiz. Davlatlar xalq tomonidan saylangan hukumatlar tomonidan boshqariladi degan tushuncha demokratik jamiyatda tamal toshi hisoblanadi. Men doktor Akbar Shoh, urolog, andrologman. Bugungi videomizning mavzusi ozish bo'ladi. Fikrlash qanday jarayon va ezoterik fikrlash qanaqa, egzoterik fikrlash qanaqa degan savolga javob berishimiz kerak. Agar siz o'zingizni bizni g'oyadoshimiz deb o'ylasangiz va birgalikda rivojlanish niyatida bo'lsangiz, unda sizni hamjamiyatimizda kutib qolamiz. Klubimiz oylik obunasi 88 ming so'm. Obuna ichiga shu kungacha kanalda joylangan barcha ma'lumotlar kiradi. Bu kurs emas, bu ijodimizni qo'llab-quvvatlash uchun imkoniyat. Bir maqsad atrofida birlashganlar aql bovar qilmas kuchga ega.